Taniqli aktrisa va bloger Feruza Nurmatova barchamizga tanish. Aziz tomoshabinlar, siz bilan yangiliklar.uz kanali. Bizga obuna bo'ling, like bosing va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishni ham unutmang, hurmatli tomoshabin. Feruza turmush o'rtog'ini Alfons ayollar hisobiga yashaydigan erkak deb atayotganlarga keskin raddiya bildirdi. U bergan intervyusida turmushga chiqishidan avval bo'lajak turmush o'rtog'ining moddiy holati, mashinasi va ishlari bilan qiziqqanini, shunchaki 18 yoshli qiz kabi hissiyotlarga berilib qaror qabul qilmaganini ta'kidladi. Turmush o'rtog'i Olloyor hozirda sport bilan shug'ullanishini va Oktagon ligasi bilan shartnoma imzolaganini ma'lum qildi. Erining sobiq oilasi va farzandi aktrisa turmush o'rtog'ining avvalgi munosabatlaridan o'g'li borligi haqida gapirdi. U turmush o'rtog'ining farzandini o'z bolasidek qabul qilishga tayyorligini bildirdi. Erini farzandi uchun aliment to'lashga va uning kelajagi uchun hamma narsani, mashina, sayohatlar qilib berishga tayyorligini, ona tomonidan farzandni ko'rsatmaslik kabi to'siqlar borligini aytdi. Eslatib o'tamiz, hozirda Feruzaning eri Olloyor va uning oldingi oilasi, ya'ni ayoli qo'shiqchi Shahlo Salayeva bilan ularning o'g'illari Murod ismli kichkintoy bo'lib, hozirda Shahlo bolakayni otasiga ko'rsatmayotgani haqida gap ketyapti. U eri bilan turmush qurishdan avval barcha sirlar ochiqlanganini va eri avvalgi ayollari bilan faqat shar'iy nikohda bo'lganini tushuntirdi. Tahdidlar va tuhmatlar Feruza Nurmatova san'atda yurgan vaqtida turli tuhmatlarga uchragani, hattoki o'ldirish bilan qo'rqitishgani haqida so'zlab berdi. Bir bloger uni behayo videolarda ayblab chiqqanda juda og'ir kunlarni boshidan o'tkazganini va o'sha vaqtlarda Allohdan suyanadigan yor so'raganini va turmush o'rtog'i bilan aynan o'sha qiyin davrda tanishganini eslab o'tdi. Boshqa yangiliklarga keladigan bo'lsak, Saxovat tomonidan qaraydigan bo'lsak, aktrisa Yunusoboddagi bo'sh turgan uyini singlisiga sovg'a qilgani haqida ham xabarlar tarqaldi. Oilaviy ma'lumotlar: turmush o'rtog'i unga kutilmagan sovg'alar, qimmatbaho buyumlar bilan e'tibor ko'rsatib turishini ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda ulashib kelmoqda. Ushbu intervyu aktrisaning uzoq vaqtdan beri yopiq qolib kelayotgan shaxsiy savollariga oydinlik kiritgani bilan muxlislar orasida katta qiziqish uyg'otdi. Kanalimizdagi bundan oldin qo'yilgan oxirgi videolarga kirib qarasangiz, Shahlo Salayeva va uning yangi turmush o'rtog'i, hozirda ularning nikoh to'ylari, zakslari va O'zbekistonda bo'lib o'tadigan to'ylari haqida to'liq video va faktlar keltirilgan. Sizga qiziq bo'lsa, albatta kirib ko'ring, like bosing va obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang, hurmatli tomoshabin. Shou biznes yangiliklari, kunlik dollar kursi, ob-havo ma'lumotlari sizga qiziq bo'lsa, bizning kanalga obuna bo'ling va like bosishni unutmang.